Namanganda mana shu odamlarni rozi qilish, qadrlarini ko'tarish qilgan ishlarimizni yakun qilib, yangi rejalarni qilishga kelganmiz. Mana bugun agar mana kimdir bo'lgan eslagan bo'lsa, bosh vazir bo'lganimda Noringa juda ko'p kelardim. Rahmat. Ko'p kelardim. Shuning uchun bugun ham meni o'zimni odamlarimni yuborib, mana sizlarning mahallalaring hovuz ostida juda rivojlangan bo'lib ketgan ekan. Mana mahalla raisini binosini ko'rdim, joyini ko'rdim. Shuning uchun bugundan boshlab mahalla o'zgaradi, mahallaning atrofi ham o'zgaradi, nomini ham o'zgartiryapman. Sho'rsuvmi mahallalaring? Sho'rariq. Sho'rariq bo'lmaydi, yangi Namangan mahallasi bo'ladi. Sizlar rozi bo'lasizlarmi? Shuning uchun juda katta mablag' berdim, 10 milliard so'm berdim, lekin juda katta loyiha qilib, loyihalarni sizlar bilan maslahat qilib, sizlarga ko'rsatib, keyin shu loyihalarni qilib, juda katta sizlarga joy bo'ladi, dam olishlaringga, o'qitish ballaringda o'qishlaringga, tibbiyot ham o'zgaradi, maktab ham, yetsat ham o'zgaradi. Rahmat kelganingiz